Men o'rnimdan turib, pastga tushib, noshtalikqa kirishga moqdim. Uzoq o'tmay, lozimliq narsalarni ilib kirsam, u o'rnimdan turib bo'lgan ekan. Qo'limdagi narsalarni ilibla. Tatliq eri, rahmat sizga. Dab bo'ynimga kira silib suyib ketdi. Men o'tdak suyishlar oldida bardashlik beramadim. Asabiy tuyg'ularimiz qaytadan uchrashdi. Tushda men uni ilib avval dadam opamlarning qishig'ib keldim. Opam tomoq qilib to'g'angan. U opamga yordamlashay deb oshxona uyiga kirib ketdi. Biz tushlik tomoq yeb bo'lgandan keyin uning uyiga keldik. Cho'nglar bizni ko'rib shunda xushal bo'ldi. Kechlik tomoqni yeb bo'lib uyga qaytib keldik. Hash-pashligicha to'y orom kunimizmi tushib chiqib tushdik. Kuni uni ishga olib, akilib yurib, kunlarni nihoyat xushal o'tkazdik. Har ikkimiz bir-birimizga shundoq amroq bo'lib ketdik. Bir minutmi ayrılığımız kelmaydi. Haqiqiy yaxshi ko'rish degan mushu bo'lsa kerak deb o'yladim ichimda. Ba'zi chaqlarda yig'in komandirovkaga berib qaytib kelib bo'lguncha uni seg'inib orada turardi. U to'la telefon qilib salomat qaytib kelishimni tilaydi. Kunlar, oylar bir-birini qo'g'lab o'tib, to'y qilganimizda 20 yil bo'lib qoldi. Kunlarimiz shundoq xushal o'tdi. Ba'zida men xizmatning ehtiyoji bilan bo'limimizdagi Oliyani ilib, pat-pat komandirovkaga berib kelardim. Oliya kasb chiqqan, ijtimoiy aloqaga mohir edi. Men har qitim komandirovkadan qaytib kelganda, Ra'no kim bilan bog'liqimizni so'rashdi qiladi. Uni anglasa xafa bo'lib qolmasin deb, Oliyaning ismini faqat tilg'anmaydi. Biroq o't ichida vaqtini saqlaqlab bo'lmagandek, uning bilan bog'lan ishim ayolimning qo'liga yetib bo'ldi. U menga har doim eskartib, uningdan yiroq turishimni, go'zallarning satang milisiga oldinib ketmasligimni tapolaydi. Yoz oylarining bir kuni men Oliyani ilib 3 kunlik komandirovka qilmoqdim. Ammo bu ishni ayolimga faqat tanmadim. Biz u yerga borgandan keyin xaridorlarimiz bilan savdoda kelishib, ishni nihoyat tezlab bitirdik. Kech tarafda bu xushonlikni tabriklab so'rini uyushtirdik. İçmey desemmi, onu maysurlab pişirib, mast qilib qo'yibdi. So'rin oyoqlashgandan keyin u meni yo'lashtirib, yotqinga kirib qo'yib chiqib ketdi. Aroqning kayfidan bo'lsa kerak, xudimni bilmay qattiq uxlab ketibdim. Tun yerim bo'lganda yenimda bir ayol yotganligini payqadim. Uyqumni yechib qarasam, bu boshqa birisi bo'lmasdan, balki dal Oliya edi. Bu sizning nima qilganingiz? Nimishqa yotqiningizda yotmay bu yerda yotsiz? Dab zardi bilan so'radim. Shu oqshom siz mast bo'lib qolibdikansiz. Sizni yotqiningizda yotqizib qo'yib, o'zimning yotqiga chiqib ketgandim. Keyin sizdan ansirab yoningizga kirsam, siz meni omrig'im deb suyib quchoqlab, bek askilik qildingiz. Endi menga mas'ul bo'lmasangiz bo'lmaydi. Dab yig'lab ketdi Oliya. Nima da'votsiz? Mening ayolim bor odam. Qandoqsiga bundoq bo'ladi? Undaq ish bo'lgani faqat esimda yo'q meni. Nima? Siz undaq ish qilmadim deb tinolmoqchimi? Yaxshiroq qarab beqing. Dab qo'l ishorasi qildi. U ko'rsatgan tarafga burilib qarsam, oppoq kirlikda qizil qon o'yib qolgan edi. Men o'z-o'zimni qattiq ayblab ketdim. Ham uning jirginish ichida qarab qo'ydim. "De gap qilmang. Darhol chiqib keting," dedi. Men darhol Ra'noni esimga elib telefon urmoqchi bo'ldim. Ammo telefonimni topa olmadim. Qattiq sarasim ichida tursam, mana telefoningiz deb qo'limga telefonimni tutqazdi. Ayolimga telefon qilsam, telefoni etik chiqdi. U azaldan telefonni etib qo'ymaydi. Bu qandoq bo'lgani? Deb o'z-o'zimga so'zlab ketdim. Bir chaqdan keyin u menga: "Ayolingiz telefon qilibdi-kan, to'q. Sizni mast bo'lib qoldi. Telefon elish qolaysiz desam, yig'lagan paytda telefonni qo'yibdi," dedi. "Hey, siz nima ishga bundoq qilsiz?"
Ailemni vayron qildingizmi? Ailemni vayron qildingizmi endi? deb g'azab bilan vaqirdim. Kechiring. Men xato qildim. Biroq meningmi sizni suyish huquqim bor. Chunki men sizni bekli yaxshi ko'raman. Buning nari bo'lmaydi ekan, ha? Siz mas'ul bo'lishdan qo'rqsangiz, ikkimizning ishi mush yerda tugasin. dedi u. Üstümden muzdek soğuk su qo'ygandek bo'lib, jaloqlab titrab ketdim. Ham uningga qarab, "Yo'qol ko'zimdan!" deb qattiq vaqirdim. U yig'lagan peti yotoqdan chiqib ketdi. Bu tong to'limi tasdotdi. Men aeroplan bileti ilib darhol uyga qaytdim. Uni opasining uyidan topdim. Menga bir ig'izmi gap so'z qilmasdan yig'lab turardi. To'li yig'lab, ko'zlari qizirib, qopoqlari ishib ketgan edi. "Jenim xotin, men qaytib keldim. Xafa bo'lma. Uyga qaytib ketaylik. Har qanday gap bo'lsa, uyga berib deyishaylik." deb yalvardim. Biroq u yana yig'lab turib, "Men qaytib ketmayman. Siz bilan ajrashaman. Bunda qo'yni tutqim yo'q." deb vaqirib tashladi. "Men xato qildim. Meni kechiring. Menga yana bir qitim fursat bering. Bo'lamdi?" deb yalvardim. Biroq u mening gapimni anglaydigandek emas edi. Qaynonam asta yanimga kelib, "Bolam, siz qaytib turing. Men Ranaga tarbiya qilay. Bir qancha kun o'tsa, ochiq yenib qola, ha?" dedi. Men omonsiz uning bilan xo'shlashib yenib chiqdim. O'z-o'zimni qattiq aybladim. Bu ishimni cho'ngmaga qandoq tushundiraman? Mushu haraqning kasabati bir obdan oilam mushu sababli vayron bo'ladi deb o'ylab, beshimning ichimi teshimi qatdi. Atis ishqa intayin ruhsiz bordim. Qayerga boray, boshqalarning kusurlashgan gaplari qulog'imga kirib turdi. Ammo Oliyaning qarisi ko'rinmaydi. Men boshqalardan so'rsam, Oliyaning opasi ig'ir kasal bo'lg'achqa ruxsat so'rab doktorxonada opasi qarab etibdi, dedi. Hafta o'tib ketdi. Ranadan bir xabarim yo'q. So'g'i tushgan toshdakli yo'qib ketdi. Telefon qilsam faqatlanmaydi. Men yana yuzimni qiyilib qilib, uning qishig'i bordim. Men uni ko'rib, ko'zlarimga ishonmay qoldim. Uning burun holatidan asarmi qolmabdi. O'riqlab, yog'ochtakli bo'lib qolgan edi. Bu xil holatini ko'rib, ichim shundoq og'ridi. Men tizilib turib, "Meni kechiring. Endi bundoq ish qat'iy bo'lmaydi. Sizga va'da beray. Jenim xotin, sizga va'da beray", dedi. U yanala o'z fikrida cho'ntirdi. Cho'nglarning tarbiya qilishi, mening yolvorishim ta'sir qildimi, oxiri men bilan birga ketishga qo'shildi. Men o'zimni sal yenik degandek his qildim. Ranani ilib, oxiri uyga qaytib keldim. Ammo uning illiq kulgisidan asarmi qolmabdi. Bir nuqtaga tikilgini chiqarib turgan. Men o'zimni ming qitim ayblasam-mu, o'rniga kelmaydi. Mushundaq qo'rqtirmaliq turmushni to'limi tasda o'tkazdim. Uning menga qilgan so'qoq muomalasidan uning bilan davomli birga o'tishga ko'zim yetmadi. U gipidan yanmaydigandek qiladi. Bir kuni men uni chaqirib, "Siz menga xatoligimni tonish fursatini bermadingiz. Mening bu bundoq o'taverishga faqat toqatim qolmadi. Undaq bo'lsa, ikkimiz ajrashib ketaylik", dedim. U so'zimni anglab, qattiq bir tinib qo'yib, "Menmi fikringizga qo'shilaman. Siz qanday bir taraf qilaylik desangiz, shundoq bo'lsin", dedi. Hafta o'tib, ajrashish kelishimnomasiga imzo qo'yib, shirin kunlarimizni tezda oxirlashtirdik. Ketadigan chaqda u menga, "Men sizdan nafratlanaman. Ammo qilgan ishingizni bir umr kechirmayman.
siz sevgimizga osiylik qildingiz. Endi o Aliya degan bilan to'yingizni qilib oling, dedi. Ikkimiz mana mushundoq jimjitla ajrashib ketdik. Baxtimizga ko'z tegdi. U opasining uyiga ketgandan beri necha rat telefon qilishni o'yladim. Biroq men yana jur'at qila olmadim. Men yana qaysi yuzim bilan uningga qarayman. Biroq ko'nglim aytgandek, bir kunlik xotinning 100 kunlik mehri bo'ladi deb, uni rostala sehadim. Uning bilan birga o'tkazgan xushal kunlarimni sehadim. Ammo nima desam kechikdi. Pushaymon xanjari bag'rimda tilib, pora qilibdi. Ra'na bilan ajrashib, uningsiz kunlarim intayin ma'nisiz o'tibdi. Aliya bilan ishimizning o'tirsidagi ishda hech qanday o'zgarish bo'lmadi. Boshliq bilan ko'rishib, boshqa bir bo'limga yo'tkilib ketdi. Men haraqni o'zimga eng yaqin sirdosh qilib, borliqda ta'siritimni shu nas bosgan haraqdan oladigan bo'ldim. Ba'zi chaqlarda Ra'na bilan o'tgan kunlar esimga kelib, sehinish meni qiynaydi. O'tgan kunlarimni asliginimda yig'a tutib, yuragim ochiq alamdan o'rtanadi. Ra'nani sehинib, ko'gim kep ketsa, sababsizlar idorining oldiga berib, yiroqdan ko'rib olib qaytib kelardim. Ammo u bu ishlardan xabarsiz edi. Bir kun uningga telefon qilsam, u telefonni darhol oldi. Uningga bugun kechda birga tomoq yegach, paranglish o'yimning borligini dedim. U boshda faqatlanmadi. Takrar yolvorgandan keyin ishdan tushib ko'rishga qo'shildi. Tunji qaytim ko'rishgandagidek idorasining oldida saqlab turdi. U ayol o'tmay ishdan tushib qishimga keldi. Ondan biz yana shu tunji qaytim uchrashgan joyga qarab yo'lga chiqdik. U bir ig'izmi gap qilmay ko'zlarini boshqa yoqqa tikib o'ltirdi. Biz bu tunish joyga yetib keldik. Çayxonaning ichiga kirishimizga mulozimlar qizg'in qarshi oldi. Shu tunji o'ltirgan o'ringa kelib o'ltirdik. Yana burunqidek u yaxshi ko'radigan tamoqlarni buyurdi. Ammo bizda tunji qitim ko'rishgan chog'dagi es tuyg'ulardan asar qolmagan edi. Tamoqdan keyin men ig'iz ochdim. Ra'na, ikkimiz yarashib qolaylik-chi. Men xatoligimni to'nidim. Amda hargiz bunday ishni sodir qilmayman. Menga ishni bo'lamdi. Bo'ldi. O'zingizni to'la ayblayvermang. Bo'lsa, Aliyani tepib, to'yingizni qilib oling. Men sizga baxt tilayman. Har qanday chaqda hojatingiz tushsa, izdisingiz bo'ladi. Men yordam beraman. Garchi ajrashib ketsak-mu, biz dushman emas-ku. Ondaqda siz meni yaxshi ko'rmaydigansizda. Yarışıp qilish mumkin emaskanda. Men sizni ham yaxshi ko'raman. Ammo ko'nglimni berolmayman. Endi qayta yarashishdan umid kutmang. Biz xeyli uzoq paranglashgandan keyin u yerdan qaytib chiqdik. Men uni uyiga olib qo'yib, uyga qaytib keldim. Yotoq uydagi shkafdan oliy darajali aroqni elib, dadki birni, alamga birni deb ichishga boshladim. Atsi Aliyani tepib ishxonda uzoq paranglashdi. U bu necha jarayonida azroq samirib qoldi. Men sal hayron bo'lib undan so'radim. U menga o'sha ishdan keyin bo'yda qolganligini dedi. Bu gapni anglab, na xushal bo'lishdi, na ochiqlashni bilmay qoldim. Ondaqda siz qanday qilishni o'ylayapsiz? Siz bilan to'y qilaman. Men siz bilan to'y qilishga qo'shilmasam-chi? O'zim balani tug'ib cho'ng qilaveraman. Balani sizni ko'rganning o'rnida ko'rib cho'ng qilaman. Uning bu so'zlarini anglab, uning ichim og'ridi. Ham o'zimni aybladim. Menmi bir erkak bo'ldimmi? Qarab turib, uning baxtiga o'ltirib, bir umr vijdon azobi tatib yuramdim. Ra'nani azoblig'inim oz bo'lib qolgandek, bunimi qiynab yuramdim.
shularni xiyolimdan o'tkazib, Oliya bilan to'y qilish qaroriga keldim. Ham uningga dedim. U bu gaplarni anglab, xushalligidan yig'lab tashladi. Biz to'yimizni oddiylik qilib, yangi turmushimizni boshladik. Biroq men to'y kunidan boshlab uning qo'lining uchini tutib boqmadim. Hatto to'y kechasimi yaqin yo'lab boqmadim. Faqat qalbimda shu Ra'noli bor edi. Maslikda qilgan o'sha xatoligim uchun qattiq pushaymon qildim. Oliya har kunligi men uchun poybitak bo'lib, aldirashli yuradi. Ammo men yana parvasiz yuraverdim. Uning qo'sqimi bag'on siri cho'ngishga boshladi. Men yana shu burunqidek ba'zi chaqlarda komandirovkaga berib kelib yurdim. Bir kuni shundoq aldirash ishlamasam, Ra'nodan telefon keldi. Voy, siz nerede? Derhal doktorxonaga keling. Ayolingizning ahvoli xatarlik. Nima deysiz? Men ish bajarishga sirtqa chiqqan edim. Ma'qul, hozirla boray.